Aqlingiz yetsa, BMW'ni podarka qilib yuboring. Aqlim yetadi. 24 soatda 300 mingta like arzimaydimi? 300 mingta like 24 soat ichida. Jonni qaraylar, basharasini turishini. Karbon, полностью karbon. Mana bashara KS bilasizlar? Kovunni diskalarda profilim bor. Profilimga kirasizlar, obuna bo'lasizlar, Telegramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Boshqa qiladigan narsalar yo'q, to'g'risi. Hech qanaqa birovning mashinasi emas. O'zimning nomimda, o'zimning mashinam. Birovniki nomini olib turib, qo'yib yuborib bunaqa narsa yo'q. Emotsiyasini olganmiz, o'zi qizig'i yo'q, to'g'risi. Ancha vaqtdan beri o'zi mo'yka ham qilmayapman, yotibdi. Qaydamayman, постоянно parkovkada turadi. Bugun endi olib chiqib qo'ydim video uchun, chiroyli tushish uchun. Instagramni kuchaytirish kerak. O'zingizlar yana aytaman, o'zingizlar bilasizlar. Instagramni kuchaytirmasa, dars yurg'izmasanglar, nimadir qilmasanglar, baribir bo'lmaydi. Biznes qilgan ukalarimiz baribir tushunadi. Bu ham investitsiya, qo'yasiz. Rivojlantirish shunaqa narsa. Qaranglar o'zingizlarga. Men sizlarni endi majburlab, agar 24 soat ichida 300 ming like yig'ilsa, o'ynab olamiz. Agar like yig'ilmasa, farqi yo'q, bu narxga qo'yib sotaveraman. Men realni aytaman, o'sha emotsiyani oldik, hamma narsani oldik. O'sha buyog'iga shunaqa gap. Aka-ukalar. Bitta narsani aytaman, agar videoga nakrutka urib, o'sha 500 ming, 1 million qilib tashlanglar, unaqa deb hisoblamayman, to'g'risi. Hammasi chestna bo'lsa, davay, nechta farqi yo'q, 200 ming yig'iladimi, 220 ming yig'iladimi, nechta bo'lsa yig'ilsin. Bo'ldi, o'sha qancha turgan bo'lsa, o'shani tursin bo'ldi. Agar ana 500 ming, 1,5 million, 2 million qilib tashlanglar, unaqa deb hisoblamayman, to'g'risi. Hammasi chestna bo'lsa, dakansa boramiz. Gap mana. Loves.